Assalomu alaykum, hurmatli bizda YouTubedan kuzatuvchi qadrdonlar, sizlarga videoni boshidanoq manzilimizni tushuntirib o'taman. Manzilimiz Mirzo Foto 2 ning ro'parasi. Bu yoq Andijondan Asaga ketish yo'lida joylashgan Gazpro servis. Hozir sizlarga ichkarida bo'layotgan jarayonni birma-bir tanishtirib chiqaman. Undan so'ng obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Kirib kelishinglar bilan bu yoqda metan ustanovka qilib, kirib kelishinglar bilan bu yerda metanni yechib olib, propan o'rnatishga olib qo'ygan mashinalarimiz yoki bo'lmasa umuman propanni ham, metanni ham yo'q, shunchaki metan qo'yib berayotgan mashinalarimiz. Hozir hattoki mashina ko'payib ketganidan mana qilib stikerlarga yozib, yopishtirib 3-4 kun oralig'ida qo'yib berishga ham odamlar tashlab ketyapti, ko'rishingiz mumkin. Hozir propan o'zi eng to'g'ri yo'l bo'lib qoldi. Mana buni ham zapaskasining o'rniga propan ustanovka qilib berdik. Bu yerda damaslarni, labolarni ko'pchiligini metanini yechib o'rniga propan ustanovka qilyapmiz. Bu yerda ham mana o'chirtini yozib tashlab ketgan. Hozir sizlarga ichkarida jarayondagi mashinalarni ko'rsataman. Bu yerda Aveo, buni ham metanini hozir yechib qo'yapmiz. O'rniga zapaskasining o'rniga chiroyli qilib propan ustanovka qilib beramiz. Bu yerda bolalar ish qilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Akkuratli qilib, sifatli qilib, eng full injektor bloklardan foydalanib qo'yib beryapmiz. Bu yerda Gentra mashinasiga ham propan ustanovka qilyapmiz. Buni ham o'zini metanni yechib olib, o'rniga propan qo'yib beryapmiz. Bu yerda Malibu mashinasiga ham propan ustanovka qilib beryapmiz. Bu yerda bo'lsa Cobalt mashinasi, bunga ham chiroyli qilib propan ustanovka qilib beryapmiz. Menimcha bu Cobaltdan to'g'ri salondan shu yoqqa kelgan. Bunga ham zapaskasini o'rniga o'rnatib beramiz. Bu yerda Labo mashinasini ish ketyapti. Bu yerda bo'lsa Damas. Buni ham metanni yechib qolib, o'rniga propan ustanovka qilyapti. Propan, metan barcha turdagi ustanovkalarni qilishda Gazpro servis tanlasanglar adashmagan bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatganinglar uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar.